خدا ان شاء الله از خواست خدا بزن پیشین 2 قیمتون داشت اینا مش پاس کنید الله متعال بزگم mana shundoq mudom shundoq bir oromlik keltirib bizani mana shundoq bir yaxshilik so'zlagan. امروز با جمعی از جوانان منطقه برای تفریح و سیر و سیاحت راهی دشت‌های ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب شدیم. بعد از مدتی موتورسواری به این دشت آرام و دلنشین رسیدیم، جایی که طبیعت بکر، هوای تازه و سکوتش آدم را از شلوغی زندگی دور می کند. Xo'p, buni nima qilmoqchisiz? Do'stlarni keltirib biz vaqt so'yib ana bu joyga jon qilamiz. Safrga chiqqansizlar? Afrika chiqamiz do'stlar bilan. Mana domlaimiz ham bor. Domsa xush kelibsiz. Salomat bo'linglar. Sog'liklar. Chapay qitib edi bu odam yangi. Ana olsay bo'ldi. Ol qibla vaqtida siz qarab so'rayapsiz. Meylanikida. Ha, qo'ling yetdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh. Bak, zayn tutmasa qo'shmaydi. Qo'shmaydi, qo'yma. Ne qara, qasotin, qasdoni جوانان طبق رسم قدیمی امروز یک سرکه یا نربوز را ذبح کردند و مصروف آماده کردن کباب و 2 پیازه هستند. برابر 20 کیلو گوشت بود. برابر. Bayağın durama. Takasını Tojikistan'dan olgan. Nima qo'yamadingizlar qasabaga? Qo'ydan go'yo serkani go'sht ko'p. Forum bilan. Forum ham bo'ladi, ko'p yaxshi go'shti bo'ladi. 1 kilo go'shti qo'ydi olsa ayizdiga 400 pom buni 500 ga ola olmaysiz. Maşallah. Atman go'shti ko'p ham qilami, nima raqam? Yo, bu go'shtni kam qiladi, magam yaxshi go'shti bo'ladi, shirin go'shti bo'ladi. Forumdik bunga ko'p yaxshi go'shti bo'ladi. Buni yesa bachalik tezroq alib. O'sha uchun qaysi serka intiqob qilibsizlar? Burada mana javonlar baxayr. Bir dashka shunda chirbakanlar. Luqmonsoy. Luqmon akimni dashlari. Hurmatli Oydin Oy YouTube kanalini ko'ruvchilari, mana bugun mantiqamizda yoshlari bilan, javonlari bilan sayr sayohat uchun bir chakarga chiqqanlar, bir dashtga kelganlar. Bu yerga mana mol so'yilotdi va inshaalloh peshinga dupiyoza va kabob omoda bo'ladi. Inshaalloh bu sayr sayohat va bu tabiat va bu dashtlarni videosini sizlarga taqdim qilaman. Men o'ldirasiz baqir. Mana nafardi. Mana shu. Bu bo'la o't. Chig'im atib qo'li zoldan. Buningda chiqma. Burada bu çok ayıp bırakacağım. Bunu da tıkayın. Böyle. Tamam. Kaşarlayın, tayga. Sayveldi be. Nişe siz böldünüz. Geberge. این گونه دور همی ها فقط برای تفریح نیست، بلکه باعث صمیمیت، دوستی و همدلی بیشتر میان جوانان می شود.
Ya, go'sht oling Jinarjon. Qara, so'zlar 20 kilo garanti. 20 kilo kelmaydi, sotib 15 kilo shart qilsa. Ne qo'lim durmay tarangda. Balavroqdan keching ham. Balavroqdan. Qo'y lat yo'qmi aka? Latni olib kelsang ham bo'ladi. Latni olib keladi. Yo'q, o'chirib. Nol to'xtas. O'tare. Donsa nima ish qilyapsiz? Biza mana bu Luqmon cho'liga kelib, biza mana shunday bir tafriga chiqib, piyoz to'g'rayotib biz mana bir mol ketib deybarga desangiz, uni maydalab inshaalloh desangiz, mana shu yerga xosdi xudo bo'lsa, shunday bir tabiatimizni ro'shan qilib, tafriga kelib desangiz, shunday bir kelib biz desangiz, Nima pishirmoqchisiz va xayr peshingda? biza inshaalloh desangiz, xosdi xudo bo'lsa, peshinni piyoza qilmoqchimiz. Bu yerga biza ko'p qo'shilibizki, mana bu shuncha yoshimiz shuncha kelib desangiz, bu joylarni ko'rganimiz yo'q edi. Nima bo'lganimiz yo'q edi. O desangiz, shohda avlodlardan edi biza dashtlarga bunday uzoqlarga kela olmaydik, qo'rqdik sharoitdan, nimadan. Shukr alhamdulillah mana bu hali imorat islomini amniyatini tufaylidan desangiz, biza mana bu cho'lga kelib, mana bunday bir o'z desangiz, biza bir sayli soatlari ozod qo'yga kechasidan shu yerga qololalik, qo'yga axshomgacha keta olalik. Biza ko'p bo'la minnatdorlik qilamiz, ko'p bo'la xursandlik qilamizki, bizani amniyatimiz, bizani desangiz, oromligimiz bundan ham ziyodroq bo'lsin inshaalloh. در کنار آتش با خنده ها و صحبت های خودمانی لحظات خیلی زیبایی ساخته می شود. لحظاتی که سادند اما پر از خاطره. Mana sirkani ham suyib olibsiz, mashallah. Ey baxayr inshaalloh mana endi qazonni ham baxayr barobar qiladilar inshaalloh. Bishara baxayr bir soatdan nari. Ma'lum bechara o'z g'amiga. Ma'lum ham birgalashdan o'z g'amiga. Ularni ketgan avvalo. 8 pul beraman kuyga. Ko'rang? Pul oldik biz. Pulni oldik. O'zi yog' bo'lib qoladi go'shtga. Bunga tayladingiz, men bu go'shtni yo'man dedi. Olib taylaydi endi, hay. Yo'q, qazonga taylaydi. Qazonga اینجا در دل طبیعت آدم بیشتر قدر آرامش و زندگی را میفهمد. این تفریحات بخش از فرهنگ و زندگی مردم منطقه ماست. nima? Nima ishsiz? Aloqami? Yo'q, aloqa. Buni qaynoq suv taylaydi. Oraya oling do'st. Avvaldan emas edi, avvaldan program. Yo'q, yaxshi muloyim bo'lib pishgan,
امیدوارم شما هم از تماشای این گزارش لذت برده باشید. دوستان گرامی، اگر ویدیو را دوست داشتید لطفاً لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و نظر خود را با ما شریک بسازید. تا گزارش بعد شما را به خداوند منان میسپارم. عذاب القبر عذاب جهنم کل مؤمن مسلمان ده عذاب القبر عذاب جهنم نه فنا برسن الله متعال بزانه مدام شون اتفاق سن الله متعال بزگه مناشون مدام شون بر آرام دیگه که طرف بزانه مناشون بر yaxshilik so'zlagan